Bizning ovozi titrishi mumkin. Shunga hammamiz birlikda o'sha ambasining tomlini titratgudek, Beijing hokimiyatiga yetkudek bir shior to'lib bag'ilqani. China terrorist! China terrorist! China terrorist! China terrorist! China terrorist! Zo'rg'alik qilsangiz marhamat. 我们又来了，呼唤着自由、公正、人权和民主的维吾尔人又站在你们的前面。2年前的今天，中国政府用军事性的镇压手无寸铁的维吾尔人，有多少个平白无故的维吾尔人死在于你们的手中？有多少个母亲眼睁睁地看着自己的亲生子女的离去？有多少个小孩呼唤着他们的父母？我们维吾尔人绝对不会忘记那个黑色血腥的星期天。我们今天在此抗议，就是要求中国政府立刻停止对维吾尔人的系统性的镇压政策和消灭性的政策，因为我们是一个完整的民族，你们再怎么努力，再怎么变强，再怎么发达，都消失不了我们维吾尔人的辉煌历史和丰富多彩的文化，同时停止不了世界各地维吾尔人对自由、公正、人权和民主的呼唤。我们要公正，我们要自由，还我土地，还我自由。Biz musha 2 yildan beri Xitoyning Urumchida yapgan zo'ravonlikqa qarshi bu bayroqning Sharq Turkiston zeminiga qonunsiz tikilib olinishiga qarshi zolimning bayrog'i bo'lganligi uchun biz buni ko'ydiryapmiz 2 yildan beri. Ammo uchur vositalarida bayroq namoyish qilinglar, huquq talab qilinglar, ammo bayroq ko'ydagininglar qonunsizlik degan xatlar keldi bizga. Biz shunday deb javob qaytardik. Biz Xitoyning bayrog'iga qarshi emas, ammo Xitoyning bayrog'ining Sharq Turkiston zeminiga qonunsiz tikilganishiga qarshi. Biz Saditin sepilning ishiga tiklasi biz bundan qarshi emas. Ammo Sharq Turkistonning territoriyasiga kirib tikiladigan biz bunga qarshi. Mayli kuchsiz bo'layli, mayli kuchli bo'layli, har doim biz bu bayroqqa qarshi. Bu bayroqning Sharq Turkistonga qonunsiz zo'ravonlik bilan tiklanishiga qarshi. Shuning uchun bu kanalda aynanglab qolsin. Qani yurkida g'azab, nafrat bor, iymon bor, vijdon bor. 1 million askardan qo'rqmaydigan, 1 million askardan qo'rqmaydigan, 1 million askarning gibi ma'va. 1 million askardan qo'rqmaydigan qarindoshlar. Men bizning aslan qo'rqmagan holatni ko'ydim bayroqni. Bayroqni ko'ydirishga qarshilik bormi ma'noda? Yo'q. Ko'ydirimizmi? Ko'ydiramiz. Qo'rqitganlar bormi? Yo'q. Anda qo'ysa deyapman. Yaqa. Baqa, buraya. Tikira. Biroq turmaydi. Xitoy kommunistlari mustamini shunday ching tigib turib, iymon aytadigan, qasam beradigan eng buyuk bayroq mana 1 million odam, 1 milliard odam, afan, 1 milliard odam hurmatlaydigan bayroq. Mana bu bayroq vatanning
Haqiqatni o'zining media vositalarida, xalqaro vositalarda ko'z-ko'z qilib qo'llanadi. Ammo Xitoyning vayron bo'lishi mana bu shu bayragining kuyishiga 4-5 sekund ketmaganga o'xshash. Allah xolisa Xitoyning bu hokimiyati bir necha minut yoki bir necha soatning ichida vayron bo'ldi ko'z oldimizda. Hokimiyat hech kimga boqiy emas. Hokimiyat hech kimga boqiy emas. Bizning bu hamon bir kun kunidigan davlat marshimizni o'qib, davlat bayramimizni qiladigan, xalq kunimizni qiladigan parlaq kunlarimiz inshaalloh bizning ko'z oldimizda biz ko'ramiz. Biz ko'rmasak, bizning avlodlarimiz ko'radi inshaalloh. Bu faqat vaqt masalasi. Burunma deganimizdek, hozirmi deymiz bu vaqt masalasi. Bizning tirishchiligimizga bog'liq. Ammo Xitoyga bo'lgan g'azab nafratimiz yurtimizda izchil turib o'tibdi. Hammalarga ma'lum, hayotlar bizningki moddiy ma'naviy jihatdan qo'llashimizga muhtoj bo'lganidek, Alloh yo'lida o'lib ketgan Xitoy bosmachilariningki temir tapın ostida yenjalgan shahidlarimiz bizning duoyimizga muhtoj. Buddist qarindoshlar o'zining ko'z qarashidagi shahidlarga shang yondirib matam tutsa, xristian qarindoshlar 3 minut sukut turib ularga hurmatini bildirdi. Ama biz Şarkı Türkistan'la muvahhid, musulman bo'lganligimiz uchun biz o'ylaglarimizga dua qilamiz. Ularning maqomining ustun bo'lishini, kelib bilmay qilgan gunohining kechirim qilinishini, oila taobatlariga sabr taqat berishni va shu shahidlarimizning izini basadigan yigitlarimizdan ko'plab tug'ilishini Cenab-ı Allah'tan tilab, bugünkü namayişimizni dua bilan oxirlashtiramiz. Duani Teklimakan İslam Medeniyet Merkezi'nin mas'uli Teklimakan İslam Medeniyet Merkezi'nin mas'uli Ömer Maksum. Kıbrıda qani Ömer Maksum merhamet. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala man la nebiyye ba'de ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme arinal haqqa haqqa ve rızıkna tibaa ve arinal batila batila ve rızıkna iştinaba amin. Ya Allah bizlerge haq yolunu haq gösterkin, toğru yolunu toğru gösterkin, hem şu toğru yolunu mağal nasip kılgın, toğru yolunu izdigil nasip kılgın, toğru yolunu tapkıl nasip kılgın. Ya Allah batılını batıl gösterkin, hatanı hata gösterkin, hatadan bizni yiroq qilgin. Ya Allah sen bu milletga sen ega chiqqin ya Allah. Ya Allah sen bu milletni birlashtirgin ya Allah. Ya Allah sen bizning tilimizni bir qilgandek, bizning millatimizni bir qilgandek, bizning dinimizni bir qilgandek, bizning sifatimizni bir qilgin ya Allah. Bizning harakatimizni qilgin ya Allah. Bir xil o'ylaydigan ya Allah, bir xil yo'lda mangadigan ya Allah, bir xil yo'lda harakat qiladigan kishining qatoriga qilgin ya Allah. Ya Allah sen bu milletke sen ega chiqqin ya Allah. Ya Allah bu milletne senden başka ilgisi yok ya Allah. Senden başka tayançısı yok ya Allah. Bu milletke sen ega chiqqin ya Allah. Vatan içideki vatan sirtiki bo'lgan har qanday musulmonlarning hammasi sen ega chiqqin ya Allah. Vatan ichida Xitoyning zulmiga qolib qolgan va Xitoyningki turmada qolib qolgan qarindoshlarimiz sen ega chiqqin ya Allah. Sen qutqizgin ya Allah. Sen u Xitoyning zulmidan sen qutqizgin ya Allah. Ya Allah vatanning sirtiki bo'lgan musulmonlarningki Uyg'urlarning safini birlashtirgin ya Allah. Ya Allah ish harakatini birlashtirgin ya Allah. Ya Allah ularningki dini islom ya Allah. Milleti Uyg'ur ya Allah. Ya Allah benim dinim İslam, milletim Uyg'ur deb yashashni nasib qilgin ya Allah. Haq yo'lga keltirgin ya Allah. Haq safga keltirgin ya Allah. Hamma millatningki o'zininki dini ham o'zininki manga yo'llari o'zininki peshvolarininki yo'llari mangandek bu millatning o'zininki peshvolarininki o'zininki buğlarning yo'lda mangan nasib qilgin ya Allah. Ya Allah erlarimizga insof ato qilgin ya Allah. Hidayat ato qilgin ya Allah. Ayollarımıza şerm hayat ato qilgin ya Allah. Ya Allah biz Uygur milleti ya Allah. Ya Allah biz Uygur Müslümanları ya Allah. Ya Allah bu dünyada Uygur Müslümanları yaşayan nasip kılgın ya Allah. Ya Allah sen bu milleti sen iyi çıkın ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar ya arhamar rahimin. Amin.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Shuning bilan vaqt munosabati ve şarait münasebeti bilen namayişimizni bugün müşahede ahırlaştırımız. Ciddi namayış vaxtları çıkıp kalsa internet arkalık, telefon uçur arkalık haber tapsınlar. Allah'a amanet. Kelgen her bir kadiminiga Cenab-ı Allah ecra takılsın. Kendinlerini sağlam kılsın. Kulağınları